Filip efendi ishxonasidan qaytay deb turishiga ayolining uningga uyiga qaytadigan chog'da 1 kilogramm banan olg'ach kelishni buyurganligini eskelibdi. Uzun qolmayla u sirtqa chiqibdi. Va yo'lning qarshi tarafidagi bir kasalman ko'rinadigan ayolning banan sotayotganligini ko'ribdi. Filip efendi talla bozorga berib yurishning o'rniga o'sha ayoldan sotib olishni o'ylabdi. U mashinasini haliqi ayolga yaqinlashtirgach, uningdan 1 kilogramm bananning bahosini so'rabdi. O yaşanğan ayol javob berib, 1 kilogramm banan $7 efendim debdi. Filip efendi sal o'ngib tatirib, biroq men 1 kilogramm bananni talla bozordan $5 ga sotib olaman debdi. Eliq yaşanğan ayol nihoyat sipoylik bilan javob qaytarib, efendim, sizga 1 kilogramm bananni $6 dan bera olaman. Buningdan arzon satsam ziyon tortaman debdi. Filip efendining azroq achchig'i gapdi. Ve mashinasini talla bozor tarafga boradi. U davomli meva-chevak o'xtatlarini sotib oladigan do'konga yetib keldi. U do'kondardan 1 kilogramm banan solib berishni so'radi. U bananning bahosini so'ragan chog'da do'kondor 1 kilogramning $10 ekanligini aytdi. Filip efendi hayron qolibdi va debdiki, biroq men oldingi qatim uni bu yerdan sotib olgan chog'da $5 edi. Men yillardan beri sizdan sotib olib kelyapman. Sizning uzun yillik cho'qqitingiz bo'lish sifati bilan menga arzonroq beradarsizmi? Haliqi do'kondor uning yuziga udul javob berib, "Yo'q, bizning bahoyimiz muqim. Biz buni bu bahodan tuvan qilib sota olmaymiz" debdi. Filip efendi andın o'zining xatolashganligini tushunib yetibdi. U mashinasiga qaytib beribdi. Andın udul haliqi yaşanğan ayolning qashig'iga qaytibdi. Ayol uni tunibdi va debdiki, "Kechiring efendim, boya men sizga dedim-ku, men u bahoda azroqmi foyda ola olmayman." Filip efendi o ayolga baho jihatdan ansirmang, men sizga kilo beshiga $10 dan beraman, bana 2 kilogramm bering debdi. Haliq yaşanğan ayol hayron qolibdi va nihoyat xush bo'lib ketibdi. Andin uning bananlarini qachirib beribdi. Va men $10 ololmayman, $7 muvofiq bo'ladi. Yaxshi ko'nglingiz uchun sizga tashakkur aytaman debdi. Filip efendi o ayoldan siz nima uchun bularning hammasini o'zingiz yolg'iz qilasiz deb so'rabdi. Ayol Filip efendiga uyda qilib qolgan birdan-bir odamning o'zi ekanligini va yo'ldoshi kasal bo'lib qolib, andin uni bu dunyoda yolg'iz tashlab qo'yib ketgandan buyon meva sotayotganligini debdi. Ayol har kuni bu yerga shu kunning foydasi bilan teng keladi. Ayol bir qism yangi bananlarni ularga sotishga oladi va o'zi uchun pul topadi. Filip efendi bundan qattiq ta'sirlanibdi va yana ko'ngli yarim bo'ldi. Ansirmang, siz bu yerda qaltis ish qilyapsiz. Bundan keyin men bananni faqat sizdan sotib olaman debdi. U portmonidan yana ortiq $100 chiqarib, u yaşanğan ayolga beribdi va buni olib, yana boshqa mevalardan akilang. Buni men sizdan sotib olgan mevalar uchun oldin pul to'ladi deb o'ylang. Siz cho'qim bunga yaxshi ko'ngil bilasiz. Haliq yaşanğan ayol o'zini qanday ifodalashni bilolmabdi va ojiz ko'zlaridan yoshlar oqibdi. Nemishqa hammamiz o'xshash ko'chadagi yemishilardan sotib olganda har bir tiyin uchun pul to'lashgandek cho'ng savdo saroylarida pul to'lashga jur'at qilmaymiz.
Bunun sebebi shuki, agar siz pul to'lashsangiz, kishilar sizni mazax qiladigan bu cho'ng so'z saroy emas. Ham boshqalarning nazarida namrat ko'rinib qolishni xohlamaymiz. Biroq siz kechini kunduzgi ulab sovuq yoki issiq havoda o'zini yoki kichik bolalarni beqish uchun jafoliq ishlayotgan birisidan sotib olganda nima ish yuz beradi? Buni obdan o'ylang va farqini his qiling. O'g'inish va qiziqish maqsadida tarjima qilib ovoz berildi.